Alloh seni har qanday yomonlikdan salomat qilsin ukajon. Rasulullohning xutbalarini eshitdingmi? U zot Allohning hukmlari borasida kuchli va zaif o'rtasida farq yo'qligini ta'kidladilar. Rasululloh Makka ahlini afv qilganlardan so'ng erkak va ayollar Allohning diniga to'p-to'p bo'lib kira boshladilar. Senga nima bo'ldi ey Hind? Muhammadga bay'at berdingizmi ey Abu Sufyon? Ha ey Hind. U zotga butun Makka ahli bay'at berdi. Shu jumladan men ham. Men-chi, men nima qilay? Rasulullohning huzurlariga bor ey Hind. Ayollar bilan birgalikda u zotga bay'at ber. Qanday qilib? Axir u uchun eng aziz odamni o'ldirganman-ku. Rasululloh mehribon va rahimli, afv qiluvchi va kechirimli insondirlar. Xavotir olma ey Hind. Hech qisi yo'q. Muhammadning huzuriga boraman. Lekin meni tanib qolmasligi uchun yuzimni berkitib olaman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nomahram, begona ayollar bilan qo'l berib ko'rishmas edilar. Shuning uchun ular qo'l bermasdan bay'at berardilar. U zot ularga Allohga hech narsani shirk keltirmaslikka bay'at beringlar der edilar. Alloh haqqi. Agar bular iloh bo'lganida bugun bizga yordam bergan bo'lar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tabassum qildilar. So'ng bay'atni davom ettirib, o'g'irlik qilmaysizlar dedilar. Ey Allohning rasuli, Abu Sufyon juda baxil odam. Agar uni molidan olsam, menga gunoh bo'ladimi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga o'zing va bolangga kifoya qiladiganini yaxshilikcha olaver dedilar. So'ng Rasululloh unga sen Hind binti Udbamisan dedilar. Ha, ey Allohning rasuli, siz kechirimli va oliyjanob insonsiz. Meni kechirdingizmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni afv qildilar va bay'atni oxiriga yetkazdilar. Rahmat, kechirim va rozilik ko'kslarni ochadigan, qalblarni yoritadigan belgilardir. Muhabbat va rahmdillik keng tarqalishi uchun Rasululloh bu xislatlarni butun insoniyatga yubordilar, yoydilar. Ha, u zot insoniylik, tinchlik va muhabbat payg'ambari edilar. Rasululloh Alloh azza va jallaga duo qilib, o'zlariga ozor bergan dushmanlarni kechirishini va ularning hayotlarini omonda qolishini so'radilar. Mushriklardan 2 kishi Ummu Xonining uyiga kirib, undan o'z himoyasiga olishni so'radi. O'sha paytda ayol kishi erkak kishini o'z himoyasiga olishi juda g'ayri oddiy holat edi. Ey Allohning rasuli, sizga ozor berganlardan 2 kishini himoyamga oldim. Ularga omonlik berasizmi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ummu Xonining himoyasini qabul qildilar va unga sen kimni himoyangga olgan bo'lsang, biz ham uni himoyamizga oldik, ey Ummu Xoni dedilar. Shunday qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida ayol kishining mavqei namoyon bo'ldi. U zot Ummu Xoni himoyasiga olgan kishiga omonlik berdilar. U zotga Allohning salovati